أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' juma kunlari va hayit kunlari muborak bo'lsin. Allah Taalaga cheksiz hamd sana aytib shukr qilamizki, Allah Taala bizni ulug' Ramazon oyiga sog' salomat yetkazdi va bu ulug' Ramazon oyini ro'za tutish va boshqa yaxshi amal ibodatlarni qilish bilan o'tkazishga nasib qildi. Allah Taala tutgan ro'zalarimizni, qilgan amal ibodatlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Allah Taalaga yana cheksiz hamd sana aytib shukr qilamizki, bizni bir ay Ramazonda ibodat qilib, ibodat bilan o'tkazishga muvaffaq qilgandan keyin bizga bu ulug' hayit bayramini tabriklashni, hayit o'tkazishni bizga nasib qildi. Bu hayit Allah Taalaning mu'minlarga bergan katta ne'mati. Bir ay Allah Taalaga başka vaqtiga nisbatan ko'p ibodat qilish, Allah Taalaga tövbe istig'for qilib gunohlarimizning mag'firatini tilash, Allah'ningki bandalari bo'lgan faqir miskinlarga yordam qilish qatorliq nurg'un yaxshi amal ibodatlar bilan kecha taravih namozlari, tahajjud namozlari o'qish, Qur'oni Karimni boshdan oyoq o'qib xatm qilish deganga o'xshash yaxshi amal ibodatlar bilan o'tkazgandan keyin Allah Taala shu qilgan yaxshi amallarni o'z dargohida qabul qilib, bizga bu hayitni mukofot qilib berdi. Bu hayit onun uchun xushalliq kuni, xushalliq izhor qiladigan kun. Bir-birimizninki bu hayitini tabriklab, urug' tuqqanlar, qavmi qarindoshlar, yaqin yor birodarlar, ota-onalar hammalar musulmonlar bir-birininki ziyorat qilib, bir-birining hayitlarini tabriklab, xushalliq izhor qiladigan, bir-biriga yaxshi tilaklarni tilaydigan kun. Endi bu hayitninki bu asli hayitning arabchasi Aydul Fitr, ya'ni ig'iz echish bayrami. Bir ay biz ro'za tutib, kunduzda tamoq yemay Allah Taalaga ro'za tutib ibodat qilgandan keyin endi ig'iz echib, tamoq yeb, bir-birimizni tamoq ikrom qilib, shunday xushal bo'lgan kun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning uchun lis-soimi farhatan, ro'za tutquchiga ikki xushallik bor. Farhatun anda fitri, ig'iz ochgan vaqtida bir xushallik bor va farhatun anda liqo'i rabbih, va qiyomat kuni Alloh taologa muloqot bo'lganda, Allohning oldiga borganda uningga yana bir xushallik bor degan. Ya'ni bu bayram, bu hayit kunlari bizga shundoq xushal bo'ladigan, Allah Taalaninki bizni Ramazon oyiga yetkazganligiga, Ramazon oyini yaxshi ibodatlar bilan o'tkazishga nisib qilganligiga xushal bo'lgan, xushalligimizni izhor qiladigan kun. Shunga bu xushallikni buzadigan biz ishlarni ijro turishimiz kerak. Qarindoshlar, urug' tuqqanlar
qo'lin qo'shnilar, yar birodarlar o'tirisda bir adovatlashib qolgan, ko'ngil qo'ylab qolgan, bir-biri bilan xafa bo'lishib qolgan ishlar bo'lsa, bu hayotda uni tugutish kerak. Bunun bilan qarindoshligimizni, do'stligimizni mustahkamlash lozim. Bu hayotda xushallik izhor qilish uchun yangi kiyim kiyatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayitnamizga, har hayitnamizga yangi bir kiyim kiyib chiqardi va ummatini shu xushallik izhor qilish uchun hayitda yangi bir narsa kiyinglar deb buyuryapti. Hatto sahoba ikromlar endi bütün yangi narsa kiymasın o, hiç olmazsa bir yağlık çağlık bir narsa bo'lsin, shuni bo'yniga atıp yangi bir narsani chiqardi deydi. Yani kambag'allikdan hayitga kiyish uchun yangi bir kiyim elish imkoniyati bo'lmasa, shu Rasulullahning yangi hayitga yangi bir narsa kiyinglar degan emrini icra qilish uchun hiç olmasa bir boynuğa bir jip olsunmu yangi bir narsani atıp chiqardi deydi. Demek yani biz bu hayit shuning uchun hatto shu sadaqa fitr berishninki hikmatlaridan birimi shu boylar qo'liga bog'lab bu hayitga tayyorlik qilib balavoqlarga yaxshi chiroyli kiyimlarni tikib berib ular hayit qilsa, qo'liga yo'q kambag'al bechoralar jamiyatda ular hayit qilolmay, xushal bo'lolmay qolmasin deganlik jihatdan hammalar bütün musulmonlar beraber xushallik bo'lsin, xushallik izhor qilsin deganlikdan shunga kambag'allarga bu Ramazonda zakotlarni berish, sadaqa fitr berish bunu buyurgan. Nimishqa shularni shu hayitda bo'yni qisilib qolmasin, ularni xushal bo'lsin deb. Shuning uchun qarindoshlar hammalar bir-birimizni hozir endi biz yomon bir bala musibatning ostida turyapmiz. Bu 2 yil oldu endi bu virus balası bizni bir-birimizdan ayırıverdi. Bir-birimizga kasal yuqtirmaslik, ham o'zimizni asrash, bu badan bizga amonat. Xohlaganimcha ishlataman, mayli kasal bo'lsam deyilolmaydi. Alloh taolaning bizga bergan amonati. Bu bedenni kasallikdan, her xil tahlikadan, xatardan saqlash bizningki borcimiz, mas'uliyatimiz. Başka qarindoshlarimizni saqlash mas'uliyatimiz. Onun uchun biz endi hayit qilardik, xushal bo'lardik deb bu virus yuqayotgan, kasallik tarqalayotgan bir paytda bir-birimiz bilan quchoqlashib, bir-birimiz bilan qo'llashib, ko'rishib, bunday qilishimiz to'g'ri olmaydi. Lekin Allah Teala ko'zdan ayırsa, hasıdan ayırmabdı degandek bu hayitda shundoq bir-birimizni ziyorat qilib, quchoqlashib, ko'rishib qilmasakmi, Alloh taolo uning o'rniga bizga uchur vositalarini taraqqiy qildirib keng qilib berdi. Telefon orqali, WhatsApp orqali bir-birimizningki hayitlarini tabriklab, bir-birimizga telefon qilib, ahvolini so'rab, yaxshi tilaklarimizni yetkazib, bir-birimizning ko'nglini xush qilib, xushallik izhor qilishimiz bu hayitda bizga qilishga tegishli ish. Alloh taolaning bizga bergan ne'matiga xushal bo'lganligimizni shunday izhor qilishimiz lozim. İkinci qilishga tegishli bir ish, endi bu hayit oyini o'tkazgandan keyin bu Shavvol chikatmay turib 6 kun ro'za tutib olish. Bu 6 gün roza farz emas,
tutmagan kişiga hech qanday bir gunoh bo'lmaydi. Lekin uni tutish imkoniyati bo'lsa, onunğa ahamiyat berib tutib olgan kishiga katta ham savab bo'ladi, ham tan salomatligi jihatdan bek muhim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan, kimki Ramazon ro'zasini komil tutgandan keyin uningga Shavvol oyida 6 kun qo'shib ro'za tutib atsa, o kishi mushu bütün yilni 365 kunni ro'za bilan o'tkazgandek bo'ladi deydi. Bu so'zning ma'nosi ham tibbiy jihatdan, ham savab mukofot jihatdan ma'nosi bor. Savab mukofot jihatdan bo'lganda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Men caa bil hasanati felahu ashru amsalha." Kim ki bir yaxshilik qilsa, bu bir yaxshilikning eng töven mukofoti 10 savab berish deydi. Onun köpü o ishni qiluvchininki ixlosiga qarab ko'p bo'ladi. Uni Alloh taolo rahmeti keng hesapsız derecagacha ko'tarib shuna ko'p mukofot beradi. Lekin eng tövni, eng oddiy berilgan, eng az berilgan mukofot 10. Biz shuni hisoblasak 30 kun ro'zaninki mukofoti 300 kun bo'ladi. 6 gün, yani 300 gün bo'lsa, ayada 60 gün qolib qoladi. 6 gün tutgan ro'zaninki mukofoti 60 gün bo'ladi. Shuning bilan bu kishininki oladigan mukofoti shu bir yilni butunlay ro'za bilan Alloh taologa ro'za tutib o'tkazganning savobini oladi deydi. Bu savab jihatdan. Hem de tibbi cihattin, tan salomatligi cihattin ağa vaqtimizda hozir doktorlar kasalni mushu ro'za orqali, ya'ni tamoq yemaslik orqali, tamoqni oz yeyish orqali davolash hozir hammada nima bo'ldi. Hamda doktorlar tadqiq qilib o'tirg'i chiqargan haqiqat shuki, bir kunlik ro'za şu bedende cuguluşup kalgan, işletilmey kap kalgan şeker maddesi, yağ maddesi, şunun okşaş bu maddeler, o tamaktan kirgen maddeler. Bu kirgen maddeler hazır hem de insanlı hareketini az kalıp için işletilmey, bedende saklanıp kalıdır ki bu ziyallık narsalar aylanıp insanlar her türlü keselliklerine giriptar kıldı. Muşu narsalarni bir kunlik ro'za 10 kunlik saqlanib qolgan, bedende saqlanib qolgan ortiq moddalarni ishlatib, shuni tozalayotganligini tibbiy jihatdan, ilmiy jihatdan isbotlab chiqdi. Demak, ya'ni Rasulullohning bu so'zining ma'nosi shu 6 gün ro'zani qo'shib tutsak, 36 gün tutgan ro'za bizning badanimizda shu bir yildan qisi ishlatilmay qolib qolgan, bizga ziyonliq bo'lgan shu moddalarni ishlatib pokiza poklab bizning badanimizni yangi holatga keltirdi ekan. Bu bizning tan salomatligimiz uchun shunday foydali ish. Şunun için qarindoshlar imkon qadar mushu hayitni o'tkazgandan keyin shu 6 kun ro'zani 6 kunni aqaqadan tutib tugatib olsak bo'ladi. Bir kun tutib, bir kun tutmay, bir haftada 2 kun tutib, yana bir haftada 2 kun tutib degandek mushu Shavvol oyi chiqib bo'lguncha az-azdan tutib tugatsak bo'ladi. Bunu tutup alsak, bununki şundak yaxşı hem savab hem bedenimizge faydası şuna yukarı. Ondan keyin hem de en muhim işlerden biri biz ulug' ro'za Ramazonda nurg'un yaxshiliklarni qo'limizga keltirdik. Allah Teala'ga köp ibadet kılışka özümüzü köndürdük, açlıkka sabır kılışını, qarindoshlarımızdan ötelgen kemçiliklerge sabır kılışını ügendik ve köp
tövbe istig'for qilib bizdan o'tlab qolgan gunoh ma'siyatlarni afv qilish uchun Alloh taologa tövbe qildik, istig'for aytdik. İbadetlerini kılanmaya kalan ibadetlerimizle öz joyida qilishga tirishdik. Bundan başka nurgun bu Ramazan'ınki bizge ep keladigan faydalarını hem ahlaki cihattin hem maddi cihattin deb tugatgili bo'lmaydi. Shunday yaxshiliklar qilishdik. Hamda Ramazan tugagandan keyin biz bu yaxshiliklarni, bu erishgan qo'lga tuygan yaxshiliklarni muhofazat qilishga, saqlashga tirishishimiz pek muhim. Ramazandan keyin Ramazanning oldidagi hayotimizga qaytib ketsak, bu biz ziyonli bo'ladi. Ziyon tortgan bo'lamiz. Ulamolar deydi, bir amalning qabul qilinganligining alameti, şu işini kılgıçınınki, şu yaxşılıkını kılgandın ilgiriki hayatı bilen, keyinki hayatını özgergen bolsa, şu işinin kabul kılınganlığının alameti olur deydi. Yani Ramazan'dan keyinki hayatımız, Ramazan'dan ilgiriki turmuşumuzga, hayatımızga, ahlakımızga nispeten texim yaxşılanıp mangan bolsa, o çağda bu Ramazan'daki ibadetlerimizden, tövbelerimizden kabul bolganlığını alameti boltken. Şunun için aziz qarindoshlarım, bu biz Ramazan'da günahlarımızın mağfiret kılınışıga tövbe kılıp Allah Teala'dan köp istig'for etip Allah Teala'dan affı tilab, mağfiret tilab cık dua kıldık. Allah Teala dualarımızı kabul kılıp, günahlarımızı mağfiret kılıp bizni ehli cennetinden kılsın. Hem de bundan keyin şu tövbemizni saqlashga tirishishimiz, bundan keyin günah ma'siyatlardan uzak turishga tirishishimiz, bundan keyin Allah Teala'nın emri fermanlarını icra qilishda sal qaramaslikqa tirishishimiz bo'ladi. Günah ma'siyat ikki turlik bo'ladi. Biri Allah Teala'nın buyurgan buyruqlarini öz joyida ado qilmaslik, ikkinchi Allah Teala'nın tosqan işlerini qilish. Muşu işlerden özümüzün saklışımız, Allah Teala'ya her daim buyurgan farz ibadetlerini öz layıkıda ada kılış, tirişiş, onun sırt nefli ibadetlerine sal qaramay, onun kılışqa tirişişimiz, onun bizge boğan paydası, mükafatı, Allah'ın bildiğin ecri, savabını çoğun. İkincisi, her türlü günah masiyetlerden özümüzü kaçırışımız, kaçışımız, ben Allah Teala'ya tövbe kılgandım, tövbemni bozmay deb şeytanğa, nefsimizge yenilmezlikimiz, şunu tirişimiz pek mühim. Allah Teala hemmimizin uluğ rozu Ramazan'da kılgan ibadetlerimizni kabul kılsın, tövbelerimizni kabul kılsın, günahlarımızı affı kılıp bizni günahlardan paklangan pak insanlar katardan kılsın. Allah Teala Ramazan'da şu her günü nurgun bendilerini dozaqdan azat kılıp cennet ehli kılıdı. Bizni şu dozaqdan azat kılıngan cennet ehlinin bolganlardan kılsın. Allah Teala ata-analarımızın günahlarını mağfiret kılıp ularının cayını cennette kılsın. Balıvaqılarımızga insaf, tövbe, hidayet ata kılsın. Ballarımızga yaxşı ahlak ata kılsın. İffet, numus ata kılsın. Ularının işlerini asallık kıpbersin. Halal rızık olan hayatını ötküzüdüğün bir yaxşı işlerini nasip kılsın. Allah Teala bizlerini, hemmimizni iman bilen, İslam bilen yaşap, Allah razı olduğun tariqada yaşap, Allah razı olduğun tariqada iman bilen bu dünyadan ketkili nasip kılsın. Hemmelerininki tekrar heyetleri mübarek olsun. Allah Teala hemmelerine köngüllük, hoşal kuran, müşükürlerini yaxşı ötküzgül nasip olsun. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.